barcha yurtdoshlarimizni, aziz ustozlarimizni, aziz o'quvchilarimiz, hurmatli ota-onalarimizni butun mana shu Zomin ilmiy jamoasi nomidan kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mana shu ortda qolayotgan yilimiz albatta yutuqlarga juda ham boy bo'ldi. O'quvchilarimiz tomonidan ham, o'qituvchilarimiz tomonidan ham maktabimizda ancha bir samarali ishlar tashkil qilindi. Va Xudo xolasa umid qilamizki, bu yil ham mana shu kelayotgan yilimizda ham oldimizga katta maqsadlar qo'yganmiz va albatta biz bu maqsadlarga erishamiz. Butun maktab, butun jamoamiz, butun tumanimiz, hattoki butun yurtdoshlarimizni, tumanimizda barcha ta'lim sohasida faoliyat olib borayotgan pedagoglarimizni kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Hamisha xonadonlaring tinch bo'lsin. Topganlaringga Alloh hamisha baraka bersin. Osmoningiz musaffo bo'lsin. Tinch yurtga har doim bayramlar yarashadi. Hamisha har kuningiz bayram bo'lsin. Yana bir bor yangi yil muborak bo'lsin. Hurmatli Zomin ixtisoslashtirilgan maktab internat jamoasi va aziz o'quvchilarimiz, 2026-yil hamma uchun omadli, barokatli yil bo'lsin, ilohim. Kim nima niyatlar qilgan bo'lsa, hammasiga erishsin. Xudo xohlasa o'quvchilarimiz yaxshi natijalar bilan 2026-yilda respublika miqyosida eng zo'r natijasini ko'rsatsin. 11-sinf o'quvchilarimiz muddatidan oldin talaba bo'lishni 100% amalga oshirsin. Hamma nima niyat o'ylagan bo'lsa, hammasi niyatlariga erishsin. Yana bir bor yangi yil muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz hamkasblar, aziz yurtdoshlar. Kirib kelayotgan 2026-yil barchangizga omad, sihat, salomatlik, xonadoningizga baraka olib kelsin. Barcha o'qiyotgan o'quvchilarimizga muvaffaqiyatli, omadli yil kelishini tilab qolgan bo'lardim. Aziz Zomin ixtisoslashgan maktab internat jamoasi, sizlar uchun ushbu kelayotgan yil barchangizga muvaffaqiyatli kelsin. Zomin ixtisoslashtirilgan maktab internati ustozlari, o'quvchilari barchangizni kirib kelayotgan 2026-yil yangi yilimiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yangi yilimiz maktabimizga omad, yutuqlarga boy yil bo'lishini tilab qolaman. Bu yil yangi yilimiz maktabimizda ajoyib o'zgarishlarga boy bo'lishini tilakdoshiman. Barchangizga bayram, yangi yil muborak bo'lsin.